Dunyodagi eng g'aroyib rekordchilar. David Rush 125 ta futbolka kiyib marafonda yugurgan odam. Amerikalik David Rush 125 ta futbolkani ustma-ust kiygan holda to'liq marafon masofasini yugurib o'tgan. U yugurish davomida kiyimlarning og'irligi va issiqligiga bardosh bergan. David hayoti davomida 250 dan ortiq Guinness rekordlarini yangilash bo'yicha tanilgan. Joel Strasser soqoliga eng ko'p buyum joylashtirgan rekordchi. Amerikalik Joel Strasser o'zining qalin soqoliga har xil buyumlarni qistirib rekordlar o'rnatgan. U soqoliga 710 ta archa bezagi, 3500 ta tish kovlagich va yuzlab qalamlarni sig'dirgan. Uning soqolidagi bu turli tuman buyumlar tasvirlangan suuratlari ijtimoiy tarmoqlarda juda ommalashgan. Sonny Molina 1262 ta Pringles qutisini yig'gan kolleksioner. Amerikalik Sonny Molina dunyoning turli mamlakatlaridan 1262 xil Pringles chiplari qutisini yig'ib rekord o'rnatgan. Uning kolleksiyasida hatto eng noyob va cheklangan miqdorda chiqarilgan tamlar va qutilar mavjud. Sonny nafaqat chiplar, balki boshqa ko'plab noodatiy kolleksiyalar bilan ham mashhur. Video yoqqan bo'lsa like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Dunyodagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.